Assalomu alaykum. Siz bilan Atlas TV kanali. Videoni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lishni, video yoqsa like bosishni unutmang. Namanganda juda og'ir jinoyat sodir etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 38 yoshli erkak 7 yoshli qizaloqqa nisbatan jinoiy harakat sodir etgan. Bu hodisa jamoatchilik orasida katta rezonans keltirib chiqardi. Hozirda jabrlanuvchi qizaloq shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Jinoyatchi voqeadan so'ng qochib, 2 kun davomida yashiringan. Ammo huquq-tartibot organlarining tezkor harakatlari natijasida u qo'lga olingan. Aniqlanishicha, bu shaxs avval ham shunga o'xshash jinoyatlar uchun sudlangan. 2014 va 2020 yillarda u jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq ishlar uchun javobgarlikka tortilgan. Shunga qaramasdan, u o'z xatolaridan xulosa chiqarmasdan yana shunday og'ir jinoyat sodir etgan. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda va unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu ish yuzasidan barcha tafsilotlarni sinchiklab o'rganmoqda. Jabrlanuvchiga tibbiy va psixologik yordam ko'rsatilmoqda. Shuningdek, aholiga murojaat qilinmoqda. Agar bolalarga nisbatan zo'ravonlik yoki shubhali holatlarni ko'rsangiz, bu haqda darhol tegishli idoralarga xabar bering.